Mana ko'chada bolalar legendani domkratni ko'tarib qo'yib, nimadirlar qotgan ekan, diskalarni yechib qo'ygan. Ha, yana nima harakat? O'sha payt shoshilinchda orqa Bremboga admanka yasalgan edi-yu, o'sha sal teparoqda turuvdi. Ma'lumotlarda. Ko'pchilik endi yaqinlashsa, buni o'sha zavodskoyda qilib, mana shu oldin qanaqa turgan bo'lsa, orqasini ham xuddi shunaqa qilish kerak. Hozir ko'rovni mana mana shunaqa urvinda qilamiz hozir. Ko'rsatgan oldin ham. Yechursan. Oldin mana urvinda turibdi, orqa teparoqda turuvdi. Endi hozir orqasini ham oldidagi qilib bir xil qo'yamiz. Nega mana shu narsaga ko'p odam sпрос so'rayapti. Agar so'raganlar bo'lsa, yasab beraman mana shunaqa. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana xudo xolasa Nexus 2 mashinamizni bitibdi, bolalar tayyor qilib qo'yibdi. Tafsilotlarni o'zidan eshitamiz. Xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Bu endi admanka, bunga orqaga aporliklar qo'yilmagan, просто admanka diskani vidini yana bundan ham chiroyli qilib ko'rsatish uchun. Agar sizlarga mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol yasab beramiz. Xudo xolasa sizlarni ham chotki qilib, mashinaning umuman farqi yo'q. Libbu mashinaga yasasi bo'ladi. Jigulidan boshqa, faqat Jigulidan boshqa. Bu necha pulga bo'ladi? Bu rasxoti qanaqa bo'ladi? O'shani aytib o'tgit. Brembolarni olib kelib berishadi, $50 yasab beramiz. Oldi birga bir tushiradi, orqasiga o'sha samodelka qilib, perdaga qilib yasab beraman. Libboy Bremboni qo'yib beraman, cho'tki qilib.